Tatami wants the winner, Aysan Malkenov from Kazakhstan. 48 kilogram vazn toifasida ikkinchi repechej bahsi. Birinchi tatamiga taklif etiladi. Oq judogidan Arina Makeyenko IGF, ko'k judogidan Qozog'iston. Uzbekistan, Bahrom Asatov. Tatami won the winner in judo from Uzbekistan, Shodiyo Shavkata. And next contest in judo from Uzbekistan, Hasan Boynazarov. Judo from Kazakhstan, Adele Ilesbek. Tatami to next contest in judo from Uzbekistan, Omurzon Qurbonzoda. Judo from Kazakhstan, Tolebay. Tatami to next contest in judo from Kazakhstan, Temirbe. In judo from Uzbekistan, Umida Eshdiyozov. İkinci tatamida Dilshodbek Hamroyev g'alaba qozondi. O'zbekiston. İkinci tatamiga taklif etiladi. 66 kilogram vazn toifasida chorak final uchrashuvi. Oq judogida Shohjahon Otaboyev O'zbekiston, ko'k judogida Ismoil Nishonboyev O'zbekiston. İkinci tatamida Shohjahon Otaboyev g'alaba qozondi va yarim finalga yo'l oldi. Ismoil Nishonboyev repechej bahsida kurashni davom etadi. İkinci tatamida navbatdagi bellashuv 66 kilogram vazn toifasida chorak final. Oq judogida Asiljan Kerisinbekov Qozog'iston,
Ko'p judogilar Shamshod Rustamov, O'zbekiston. Tatami 3 golden score. Tatami 2 golden score. Birinchi tatamiga taklif etiladi. 48 kg baza toifasida yarim final uchrashuvi. Ot judogida Sevinch Murodova, O'zbekiston. Ko'k judogida Sevinchoy Quronboyeva, O'zbekiston. Tatami 3, the winner in white judo from Kazakhstan, Sangdogash, Temirbek. And next contest in white judo from Uzbekistan, Irodakon, Kumilova. In blue judo from Georgia, Нино, Татрашвилӣ. Kazakhstan. Shamshod Rustamov bronza medal uchun kurashni repechej bahsida davom ettiradi. Tatami 1, the winner in white judo from Uzbekistan, Hasan Oynazarov. The next contest in white judo from İkinci tatamiga navbatdagi uchrashuv 60 kg vazn toifasi chorak final. Ot judogida Qurbonzoda Нино, O'zbekiston. Ko'k judogida Izzatbek Ro'zimatov, O'zbekiston.
Tatami 3, the winner in the white judo gi from Tajikistan, Madina, Қурбонзода. Next semi-final